Assalomu alaykum baliq ishqibozlari. Mana bizning hovuzimiz uzunligi 15 metr, eniga 4 metr. Uy sharoitida baliq, mana sazan baliqlar baqilyapti. Kelganiga mana 2 hafta bo'ldi. 2 haftalik baliqlar. Hozircha holati yaxshi. Mana baliqlar sakrab, o'ynab yurishibdi. Suv oqib suv. Hamisha shu kanaldan suv keladi. Suv kirish joyi 2 ta, chiqish joyi 1 ta mana. Mashdan suv chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, like, podpiskalarni ayamanglar. Xudo xolasa bundanda yangi videolar chiqarib, yana bir biznesimiz bor. Quyonchilik biznesi ham bor. Ularni ham YouTube'ga joylab boramiz. Yaqinda Telegram kanalimiz ham bor. Kanalga ham yangi videolardan nima qilganmiz, joylaganmiz. Ularni ham Telegram kanalda opsiyasida qoldiraman. Ularda yangi videolarni ham ko'rib boraverasizlar.